Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Sizlarga bugun bir farqli narsani ko'rsatmoqchiman. Mana bu o'sha aytib o'tganman oldingi videolarimda ham bu ko'k qo'yni bolasi. Narigisi mana bu oq qo'yimizni bolasi. Bu oq qo'y egiz tuqqandi. Buni 100 marta aytganman sizlarga. Xo'sh, sizlarga farqi mana bu ikkalasi qora bilan kashtan. Ikkalasi jaydari qo'yni bolalari. Mana bu sariqlarimiz esa Xisorskiy qo'ylar. Qo'ylarning bolalari. Mana bularning hammasi mayski qo'ydilar. Endi sizlarga hozir orqa tarafdan ko'rsataman. Buni farqini ko'ramiz. Nima demoqchiman? Farqi jaydari bilan Xisorskiy, ya'ni zotli sovliqmi, echkimi yo bir boshqa qora molmi, hammasini farqi bor. Sizlarga hozir o'shani farqini orqa tarafdan ko'rsataman. Bir daqiqa endi. Xo'sh, bular endi ozgina hurkib qoldi. Endi sizlarga mana farqini ko'rsataman. Ana. Xo'sh, buni gavdasini qarang, buni gavdasini qarang. Ana orqasiga qolib ketdi, ko'rinmay qoldi. Xo'sh, bu qo'chqorimiz. Buni sarig'imiz sovliq, narigisi ham sovliq, bu ham sovliq. Ya'ni moda, ayol, qo'y. Qo'zi. Endi farqini ko'rsatsak, sizga mana buni turishini qarang. Qanaqangi bo'lib turibdi? Dumma shakllari, quloqlari, bo'y basti, xullas kaloni chorva boqaman deganlarga men katta bir anaqa bilan nima deydi uni? Fakt bilan xullas kalon sizlarga zotli qo'y boqinglar yoki zotli yirik shoxli molmi, mayda shoxli molmi farqi yo'q. Zotlik moldan boqsangiz ancha sifat jihatdan ham foydasi katta. Videomiz oxirida nima deb qolamiz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek uz kanali bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin.